Qiziga ham oyisida aytdik, "Utta ochmaysizlar" dedik, bo'ldi deb, shu dogovor bilan ketdi, ochmaylar. Hozir ko'rdingizmi ona? Bo'lmasa Sud ekspertizalari chiqdi va Nozimaga bo'lgan qotillik 100% emasligini va u o'zini o'zi osib o'ldirgan, o'z joniga qasd qilgani ham 100% emasligini isbotlandi. Do'stlar, mana bu videoni ko'ring va o'zingiz izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Albatta like tugmachasini bosing. Bu ko'proq insonga tarqalishiga sababchi bo'ladi. Marhamat, videoni ko'rib tomosha qiling. Feruza opa ekspertiza xulosasi qizingiz o'zini o'zi osdi degan xulosani bermagan. Taxmin degan joyi bor, unasi ham taxmin. Lekin hozir biz bu o'sha politsiya, ya'ni ekspertlar bilan gaplashganimizda bizda ham hozirgi kunda bu narsa shubha uyg'otyapti. Albatta yana apellyatsiyaga berasizlar va biz bu bo'yicha yana ham ishlaymiz. Lekin bu yerda haqiqatda o'sha qo'shinishlari qayerdan keldi? Bo'yindagi mamyo tomondagi ko'karishlar biz taqdim qildik-ku, bosh yorilishi, burun sinishi, nima uchun buni bu yerda qo'shmagan? O'sha ekspertlar o'sha yana ham o'sha tupikka kirib qoldi. Ular o'ylaganki, bosh qismidagi bu videosi bu tomondan olingan video yo'q deb o'ylagan. Ko'karishlar, qo'rg'ani sinishi, bu uchun hozir juda ham katta nimaga olib kelyapti? Savolga olib kelyapti, so'roqqa olib kelyapti. Bu qattan bu sinib ketdi. Bu aslida ertaga eksgumatsiya bo'lganda bu sizga juda ham katta plyusga o'ynaydi. Prosta bu narsa to'g'ri, og'riqli. Qizingiz juda ham qiynab o'tishgan.